Nega vazn ortadi? Bu birinchisi hayotidan qoniqmaslik, erkinlikda yo'qligi, doimiy solishtiruv. Insonlar bilan, atrof bilan, o'zingizni, oilangizni, turmush o'rtog'ingizni, uyingizni, farzandlaringizni, hammani. Keyingisi munosabatlarda yaxshi emasligi. Demak, atrofingizdagi insonlar bilan munosabatlarni yaxshi emasligi yoki siz yashab turgan oilada chiqishmovchilik, ishxonada chiqishmovchilik, doimiy munosabatlarda yetishmaslik. Keyingisi qo'rquvda yashash. Nimanidir yoki kimnidir yo'qotishdan qo'rquvda yashash. Doimiy yo'qotib qo'yaman, yo'q, pul yo'q bo'lib qolsachi, turmush o'rtog'im ketib qolsachi, otamni yo'qotib qo'ysamchi, onamni yo'qotib qo'ysamchi. Ya'ni doimiy qo'rquvda yashash. Depressiya. Depressiyaga tushib qolish, stressga tushib qolish, hayotini qabul qila olmaslik, borligicha bolalikdagi ota-onasini qabul qila olmaslik, aka-ukalarini borligicha qabul qila olmaslik, mana shu oilasida yashab turgan turmush o'rtog'ini, farzandlarini, vaziyatlarni, u yashab turgan hududni farqi yo'q. Har bitta aspektda buni ko'rib chiqasiz. Ishingizni, siz topib turgan pulni, siz hozirgi holatingizda bo'lgan, yashab turgan holatingizni umuman qabul qila olmaslik. Har bitta aspektda buni ko'rib chiqasizlar, hamma yukni bo'yinga olib olish. Misol uchun, farzandlarni har bitta xohishini, istagini, ularni yurishini, turishini hammasini bo'yningizga olib olish. Turmush o'rtog'ingizni har bitta yurish, turishi hammasini bo'yningizga olib olish, ya'ni juda ko'p yukni olib olish. Ota-onamga ham men qarashim kerak, farzandlarimga ham men qarashim kerak, oilaga ham men qarashim kerak, ro'zg'orga ham men qarashim kerak, ovqatga ham men qarashim kerak, ishxonada ham men asosiy anaqadaman, men bo'lmasam hech narsa bo'lmaydi. Juda ko'p yuklarni yelkaga olib olish. Ya'ni insonlarga o'ziga bermaslik, o'ziga ruxsat bermaslik, atrofidagilarga, ota-onasiga ham o'zini o'zi to'g'rilab yashashga, farzandlariga o'zini o'zi ya'ni eplab, o'zini o'zi to'g'rilab yashashga, o'zini hayotidan, o'zi tajribasida hamma, ya'ni atrofidagilar hamma o'zini tajribasidan o'tishga ruxsat bermaslik. Doimiy kontrol, doimiy nazorat atrofdagilarni, kim nima qilyapti, kim qayerga ketdi, nima bo'ldi, kim hayotida deyish, nazorat qilib turish, so'rab turish, qanaqasizlar, qayerga bordilar, nima qo'ydilaring deb gapirib turish sizdagi vazningiz ortishiga olib keladigan programmalar, o'y-fikrlar ekan.